Dasturimiz davom etadi. Xalqaro an'anaviy tasviriy va amaliy san'at festivali doirasida Toshkent fotosuratlar uyida Mening hikoyam nomli shaxsiy ko'rgazma ochildi. Rassom Nadejda Pakning ushbu ko'rgazmasi bilan bizni muxbirimiz Dinara Xo'jayeva yaqindan tanishtiradi. Nadejda Pakning batik, aplikatsiya va kashtachilik texnikasida yaratilgan asarlari uning shaxsiy kechinmalari va jamoaviy xotiraning yorqin uyg'unligidir. Идея у меня появляется из того, что я изучала. Ko'rgazmada 29 ta asarimni san'atsevarlar e'tiboriga havola etyapman. Men o'z oilam tarixini o'rganmoqchi bo'ldim va izlanishlarim davomida o'rgangan narsalarimni tasvirlashga harakat qildim. Ko'rgazmada ham aynan shu asarlarimni, ya'ni koreys va o'zbek xalqlari madaniyatlarining bir-biriga singib ketishini tasvirlaganman. Ko'rgazmada Nadejda Pakning O'zgarish nomli installyatsiyasi ham namoyish etilmoqda va unda muallif koreys xalqining Markaziy Osiyoga ko'chirilishi va O'zbekistonda yashay boshlashi mavzusiga e'tibor qaratgan. Эта работа называется «Преображение», заключается в том, что Bir paytlar koreys xalqi O'zbekistonga ko'chirilgan va o'sha davrda ko'p koreys rassomlari va olimlari kelib o'zbek xalqi bilan birga yashay boshlagan. Birgalikda mehnat qilgan va hamjihatlikda kelajak uchun harakat qilganlar. Mana bu O'zgarish nomli asarimda aynan shu davrni tasvirlashga harakat qilganman. Asarlarda har bir element, xoh u mo'yqalam surtib bo'yoq berish bo'lsin, xoh ranglar bo'lsin, bosib o'tilgan yo'llar bosqichlari aks ettirilib, unda o'zlikni izlash, identifikatsiya va atrof muhit bilan muloqotga intilish ifoda etiladi. Nadejda Pakning ijodi bu nozik tuyg'ular, falsafiy chuqurlik va murakkab mavzularni oddiy, tushunarli, vizual til orqali ifoda etish qobiliyatining yorqin namunasidir.